Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan yana Mujon Kamolov. Biologiyaga oid bilimlarimizni azizcha ko'paytirib olamiz. Bu 5-kun. Ochig'i, bugun video qilgim yo'q edi, lekin intizom kerak. Albatta, bir kishiga bo'lsa ham videolarimiz manfaatli bo'ladi. Biologiyaga oid bilimlarimizni azizcha ko'paytirishda davom etamiz. Bugun trisomiya bilan tanishamiz. Trisomiya bu monosomiyaga teskari. Ya'ni aytib o'tdim. Ma'lum bir tirik organizm turlarida har birida o'ziga yarasha xromosom miqdori bor. Agar u bittaga kamayib qolsa, bu monosomiya dedim. Masalan, odamda 46 ta xromosom bor, bittaga kamayib qolsa 45 ta bo'lib qoladi. Yoki bo'lmasam no'xat o'simlikda 14 ta xromosom bor, bittaga kamayishi bu monosomiya. Nega buni aytyapman? Endi trisomiya shuni teskarisi. Genomdagi xromosomalar sonining bittaga, bir juftga, ikki juftga yoki bir nechta ortiq emas, atigi bittaga ortib qolishi bu trisomiya deb ataladi. Trisomiya juda ham muhim bilib qo'yishingiz, ya'ni ota-onada, ya'ni odamda 46 ta xromosoma bor. Ona 23 ta xromosomasini farzandga beradi, ota 23 ta beradi. Agar tuxum hujayrada onadan yetiladigan tuxum hujayrada 23 ta xromosoma sonini bittaga ortib qoladigan bo'lsa, u 24 ta bo'ladi va u normal spermatozoid bilan qo'shilishidan hosil bo'lgan embrion va undan tug'iladigan farzand Down sindromi kasalligiga chalinadi. Down sindromi kasalligi ham alohida mavzu. Agar siz bugun mana bu lavis sal ko'tarilib qolgan yoki bo'lmasam internetdan Down sindromi deb yozib qo'ysangiz, o'sha belgilar sizda yo'qmi, demak siz sog'lomsiz. Siz trisomiyaga chalinmagansiz. Shuning uchun Xudoga shukr qilish kerak. Ochig'i. Demak, trisomiya xromosom sonining bittaga ortib qolishi. Olimlar tamaki, chekiladigan tamaki o'simligini 12 xil kombinatsiyasini yaratgan. Bu tezda tushib qolishi mumkin.